Maşalloh, mana mollarimiz yeyishyapti. Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatib borayotgan YouTube ahliga. Bular juda aqlli mol bo'lar ekan. Ular o'zlari o't yeyishib, suv ichishib ketishaverar ekan. Mana kecha Sanjarbek o'ziga YouTube'ga qo'ygandik. 34 boshida, xudo xolasa 24 bosh qoldi. Mollarda yeb ichishi zo'r, tanasi toza, sog'lom mollar. Yeyishdan ko'ryapsizlar, mana ertalab 8:30 olingan. Soat mana 9:30 bo'lyapti. Mollar haligacha o't yeyish bilan ovora. Qalaysan? Ha, kameraga qara. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Chorva ishqibozlari. Mana Mickey Mouse'imiz sotilgan kecha. Ammo parodasi zo'r ekanda shuni. Orqalari ham mana korobkada, korobka. O'ta chiroyli qolgan edi. Bitta shu qolgan edi. Furqatlilar O'zbekiston tumanida bolalar olib ketishdi. 22 millionga baho bo'ldi. Buni o'zlari suvlarni ichishib yurishibdi. Bo'ldi, endi dam olishar bo'ldi. Hozir 1,5 soat yana o't yeysa hammasi kelib suv ichadi. Bitta bo'lib kelib ichishib ketishaverar ekan bular suv. Akalar, mollarimiz, mollar tanasi sog'lom. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa sotilyapti. Yana keladi, postoyanno chetda bo'ladi. Manzil Rishton tumani Avazvoy mahallasi. Mo'ljal mol bozorini yonida, mol bozoridan 100 metr o'tgandan keyin gaz ustanovka bor, mana ko'rgan bo'lsalaring. Gaz ustanovkasini ro'parasida. Mollarni xudo xolasa kelishtirib beraveramiz. Mollar zo'r.